Atirga allergiyasi bor degani endi siz umuman xushbo'ylanishingiz kerak emas degani emas. Men sizga hozir 3 ta atir ko'rsataman. Allergiyangizni ham qo'zg'atmaydi va sizni yoqimli qilib ko'rsatadi. Birinchisi Mister Blooming Bouquet, romantik hidlarni yoqtiradigan ayollar uchun. Gullarning nozlikligi va mevalarning mayilligi bilan yaratilgan nafis kompozitsiya. Atrofdagilarni bezovta qilmaydi, lekin baribir sizni farqli qilib ko'rsatadi. Uchrashuvlar uchun va kundalik hayotda ishlatish uchun juda ham mos atir. Ikkinchisi Malone Blackberry Bay. Bu atirni sepishingiz bilan yashil barg va mevalarning sof uyg'unligini his qilasiz. Hidi juda ham toza va yengil. Kundalik hayotda ishlatish uchun, ayniqsa issiq kunlarda ishlatish uchun juda ham mos atir. Allergiya qo'zg'atmaydi, aksincha tetik kayfiyat berib turadi. Uchinchisi Osmo Cotton Sea, paxta va sof havoni hissini beradigan juda ham toza hid. Qanchalik yengilligini bilishingiz uchun uni sepganingizda og'irlik qilmaydi, balkim xotirjamlik beradi. Uyda, ofisda, hattoki bolalar yonida ham ishlatish mumkin. Bu atirlar sizni qiziqtirgan bo'lsa, meni maslahatim raspiv ko'rinishda sinab ko'ring va ma'qul kelgandan keyin butun flakonlarni xarid qilasiz. Narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada narx so'zni yozib qoldiring.